Noyabr oyida tug'ilgan insonlarni biroz shafqatsiz insonlar deyish mumkin. Negaki, ular qilingan xatolarni juda kamdan kam hollarda kechirishadi. Bu insonlar hayotga sovuqqonlik bilan qarashsa-da, lekin sevgi bobida ularga yetadigani yo'q. Ular ajoyib romantik insonlardir. Bu insonlar yaxshigina oila boshqaruvchilari hamdir. Umuman aytganda, noyabr oyida tug'ilgan insonlar tez harakat qiluvchi, o'ziga ishonuvchi, tez fikrlovchi va har qanday ishni oxiriga yetkazuvchi insonlardir. Ular pastkashlarni va maydagap insonlarni yomon ko'radi. Past ketish ular uchun o'lim bilan barobardir. Shuning uchun bu insonlarni xorlashga urinmang. Noyabr oyida tug'ilganlar uyda o'tirishni juda yomon ko'radi. Ko'chada sayr qilish ularning jon dillaridir. Bu insonlar hech qachon o'z sevgan yoriga xiyonat qilishmaydi va sevgilisini ham xiyonat qilishini xohlashmaydi. Shunday ekan, bu insonlarning bu odati anchagina maqtovga loyiqdir. Sizning ham noyabr oyida tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, Tabriklar TV loyihasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang. Biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.